Mana shunaqa chiroyli stullarni yarim tayyor holatda optim narxlarda sotib olaman deb yurgan tadbirkorlar, video aynan siz uchun. Bugun sizga 10 yildan ortiq vaqtdan buyon shunaqa mahsulotlarni ishlab chiqarib, qo'shni mamlakatlarga eksport qilib kelayotgan Sardor ustaning ishlab chiqarish jarayonlarining ba'zi bir qismlarini obzor qilib beramiz. Videoda siz stullarning orqa oyoqlarini tayyorlash bosqichlarini ko'rishingiz mumkin. Birinchi bosqich yog'ochlarni quritish bosqichi. Jarayon 1 yil va undan ko'p vaqt talab etadi. Ikkinchi bosqichda tayyor yog'ochlarga andaza tushiriladi. Navbatdagi ish lobzik arrada andazalarni kesish jarayoni bo'lib, bunda detallarga shakl beriladi. Ana endi shakl berilgan detallar tekislanib, arra yordamida razmerdan o'tkaziladi. Keyingi bosqichda detallarni bir-biriga ulash uchun taroq ochilib, undan so'ng maxsus stanokda Eron davlatidan keltirilgan o'ta sifatli kila yordamida ular bir-biriga ulanadi. 6-bosqichda tayyor orqa oyoqlar silliqlanib, ularni teshish bosqichiga o'tkaziladi. Teshish muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan keyin ularga gul ochiladi. Shuning bilan oyoqlar tayyor. Agar sizga xuddi shunaqa sifatli stul karkaslari istalgancha miqdorda zarur bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.